prokuratura organlari xodimlari kuni munosabati bilan sizlarni samimiy tabriklayman hammalaringni. Bugun 14-yanvar Vatan himoyachilari mana 6 tam 7 ta prokuratura xodimiga prezidentimiz kecha farmonlari bilan yana davlat mukofotlari berdi. Bu ham O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi organlariga bildirilgan davlat rahbarining yuksak munosabati. O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlari xodimlari kuni munosabati bilan Bandixon tumanida qonun ustuvorligini ta'minlash, adolatni qaror toptirish va inson huquqlarini himoya qilish yo'lida o'z bilim va jasoratini namoyon etgan holda tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida o'zining ulkan hissasini qo'shib kelayotgan tuman prokurori, adliya kichik maslahatchisi Toshpo'latov Boburxon Mirzayevich tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Yurt uchun xizmatim onamga faxr. Respublikasiga xizmat qilaman. Otasi axir. İshonchni oqlasam otamga faxr. Xalqqa xizmat kasbim, sharafim, shonim. Farzim ado etay chiqquncha jonim. Nohaqlikdan zada singillar uchun, xiyonatdan kuygan ko'ngillar uchun, uyumdek sotilgan qullar uchun, xalqqa xizmat kasbim, sharafim, shonim. Hurmatli prokuratura xodimlari, sizlarni mana shu 8-yanvar prokuratura kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Umuman prokuratura tizimi xodimlari bilan tabriklayman. Kelajakda ulkan zafarlar tilayman. Shaxsan o'zim nomidan, Bandixon ichki bo'limi shaxsiy tarkibi nomidan, hurmatli vazirimiz, boshqarma boshlig'i nomidan tabriklayman. Ishlaringizga omad. Xizmat kasbim, sharafim, shonim.